Farzandlaring ko'p bo'lsa nimalar bo'ladi? Massa bo'ladi-da. Zerikishga vaqting bo'lmasdan faqat ishlaysan. Bora olmayman o'rtoq. Gaplar, to'ylagan endi bolalardan ortib chiqa olmaysan. Ikkinchisini top-toza qilib cho'miltirib bo'lganingda birinchi cho'miltirganing уже kir bo'lib kelgan bo'ladi. Sen 4 ta bolani onasi emas, 4 ta bolani cho'risi bo'lib qolasan. Hamma ko'rganlar havas qiladi. Bular yashab ko'rmagandek bilmaydi-da. Yelaring. Uyda narsa yedira olmay xit bo'lib ketasan. Majburlab tiqsang ham yemaydi. Mehmonga borganingda yoki do'konga chiqsang, hamma narsani yegisi keladi. To'xtalaring bo'ldi uyga kir. Xaladan kesin sanlarni tarbiyalab qo'yadi. Seriyoz oyini sochildilarmi? Ertaga qolganda ham uyingda kal bo'lib qolsa, berayotgan tarbiyalarini ahvolini qaranglar. Biz oldin opa-ukalarimizdan qolgan kiyimlarni kiyardik. Hozirgi bolalar ham o'zchi bo'lib ketgan. Kiyim olish kerak. Kamiga 1-iyun bularni bayrami. Voy to'xta. Kakras bayram munosabati bilan Indinumda aksiya bo'lyapti. Turlaring. 1-iyun bolalar kuni munosabati bilan Indinumning barcha filiallarida bolalar kiyimlari uchun 20% chegirma bo'lib o'tadi. Chegirma 31-may va 1-iyun kunlari amal qiladi. Eng quvonarli tomoni juda katta assortimentda yangi kolleksiya tovarlari do'konga kelib bo'lgan. Bundan tashqari yana bitta konkurs bo'lib o'tadi. Bu konkursda sizlar ham qatnashishingiz mumkin. Ya'ni Indinim do'konlaridan biriga kelasiz. Farzandingizni rasm yoki videoga olib Instagramga post joylaysiz. Postni joylaganda Indinimus profilini belgilab ketish esdan chiqmasin. Eng ko'p layk yig'gan rasm yoki videolar 20 ta 300 ming so'mlik vaucherlardan biriga ega bo'ladi. Bu konkurs 3-iyungacha bo'lib o'tadi. Sovg'alar ham qo'sha kuni beriladi. Batafsil